Qarang, bizga er-xotinga bir porsiya oshab kelsangiz, ikkiga bo'lib yeb olamiz. Keyin sizlarda non choy salati tekinmi, ha? Jonim, mana bu sovg'a senga. Seni sevaman. Hayotim mazmuni. Voy, rahmat. Men ham sizni sevaman. Dadasi? Sevishmay o'lgurlar, ey. Ha? Sizga tegib nima ko'rdim? Menga ham iPhone 17 olib berasiz. Ya, bitimga olib beraman. O'zi bitta oshni bo'lishib. Dadasi! Zulmat ichra Dadasi, olib bergan telefoningiz zo'r ishlayapti. Zo'r ishlayapti, onangni ham meni pochkam ishlamagandan keyin. Ovqatlanishga boraylik. Sen bilan hech qayerga bormayman. Yur uyga oldimga o'tish. Oldimga o'tish big'illataman hozir. Tayyormisan? Mana jonim, o'zing xohlagan Malibu. Dadasi, rahmat, Malibu. Yoqdamanganmi? Sanga. Ayasi atrofga qaramasdan sekin. Xotiniga mashina podarka qildimi? Ayasi. Menga ham olib berasiz. Ayasi. Ajrashaman. Ayasi. Dadasi? zulmat ichra ko'tarir meni. Mashina uchun rahmat, dadasi. Ko'z ochib ko'rganim siz. Endi ko'zimni ochib ham ko'ra olmasam kerak seni ayasi. Onasi nima bo'ldi? O'g'il dadasi. Ey, to'yim sizning bo'lgan san yoqtirgan barbekü burger olib keldim. Rahmat. Maza qilib yerding-ku. Eng qizig'i, o'g'il tuqqaning uchun o'zing xohlaganingdek 3 xonali kvartirani kaliti o'ppa o'zingga xotinjon. Yo'q, boringizga shukr, dadasi. Dadasi? Bo'ldi, tushundim ayasi hozir. Qatga? 4 xonali uy olib chiqqani. Shukr deyman oyoq. Ore, rahmat dadasi, 4 xonali uy uchun ketdik yangi uyimizga. Men bormayman, o'zing boraver. Nimaga? Yursam achyapti.